Abraha nəhayət qəzəblənib Kəbəni tüzlüb etishni maqsad qilib 60 ming kishilik qo'shin bilan Makka qarab yo'lga chiqdi. 5 yoshga kirgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomda ajoyib bir hodisa yuz berdi. Her davrda Abrahalarning bulduğanlığı. Amma Abrahalar qancha kuchli bo'lsa-mu, Alloh taolo ularni chuqur oddiy sabablar orqali vayron halok qilganligini bizga ishorat qiladi. Diniy seviyesi tüven ve tarihi ma'lumotga ega bo'lmagan ba'zi qarindoshlarimiz nima uchun payg'ambarlarning hammasi Arab millatidan va Arab yurtidan chiqadi? Yevropadan yoki boshqa millatlardan chiqmaydi degan savolni o'tirib qo'ydi. Amaliyotda bu savolda nihoyat cho'ng bir xatolik bor. Chunki Alloh taolo yer yuziga 124 ming payg'ambar avatgan bo'lib, uning ichidan faqat 4 nafari Arab. Qolgan hammasi boshqa millatlardan. Alloh taolo yer yuzidagi har bir millatga, har bir qavmga, har bir jamoatga, har bir yurtga ularni ogohlantiradigan payg'ambar avatgan. Balkim Uyg'urlar içinden bu peygamber çıkan buluşu mümkün. Ahirgi peygamberimiz Muhammed aleyhisselam tipik Arap milletinden emas. Musta'arab Araplardan, yani Araplaşkan Araplardan. Allah Teala İbrahim aleyhisselamga vahiy qilib, oğlu İsmail aleyhisselamni Kabe'nin yanına apırıp urunlaştırışga buyruq qiladi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın buyruğu boyunca ayoli Hacer ve küçük balası İsmail aleyhisselamni elib Kabe'nin yanına apırıp urunlaştırdı. Bu vaqtda Kabe'nin etrafı bütünlüğü qaqas çöllük adam yaşamaydı. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselam ve ayoli Hacer'ni Allah buyruq qilganligi uchunlar bu qaqas cho'llikka akilib urunlaştırıldı. Allah Taala Hacer anamiz ve oğlu İsmail aleyhisselamning hayotlik kechirishi uchun Kabe'ning yenidan ularga Zamzam quduqini chiqarib beradi. Zamzam quduqi chiqqandan keyin bu yerda hayotlikning manbasi paydo bo'ladi. Bu vaqtda Yamandan ko'chib kirgan Jurhum arablari bu yerdan Zamzam quduqining chiqqanligini ko'rib, Hacer anamizdan bu yerning atrofiga o'ltiraqlashga ruxsat so'raydi. Hacer anamiz ularning Kabe'ning atrofida o'ltiraqlashga ruxsat qiladi. İsmail aleyhisselam ana shu Jurhum arablarining bolalar bilan o'ynab, ulardan arab tili o'rganadi. Çoğun boğandan keyin Hacer anamiz oğlu İsmail aleyhisselamga ana şu Jurhum Araplarının kızını elib beradi. İsmail aleyhisselamning avlodidan bizning payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam dunyoga keladi. Ya'ni İsmail aleyhisselamning Arab emasligi aniq. Qaysi millat ekanligida aniq ma'lumot yo'q. Ayoli Arab. Demek şunundan başlap İsmail aleyhisselamның avlodlarining hammasi Musta'arab Arab, ya'ni Arablashgan Arab deb atalgan. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselamning nasab shajarisi 21 bo'g'isi bo'lgan Adnangacha aniq va ishonchlik tarixiy materiallarda yozib qoldirilgan. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselamning dadasi Abdullah, Abdullahning dadasi Abdulmuttallib, Abdulmuttallibning dadasi Hashim, Hashimning dadasi Abdumannaf, Abdumannafning dadasi Qusay, Qusayning dadasi Kilab, Kilabning dadasi Murra, Murraning dadasi Ka'b, Ka'bning dadasi Lu'ay, Lu'ayning dadasi G'olib, G'olibning dadasi Fihri. Ya'ni Fihri payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning 11 bo'g'isi bo'lib, Fihrining avlodlarining hammasi Qurayshlar deb ataladi. Nima uchun Qurayshlar deb ataldi? Biz buni tuanda so'zlaymiz. Fihrining dadasi Malik, Malikning dadasi Nazir, Nazirning dadasi Kanana, Kanananing dadasi Xuzayma, Xuzaymaning dadasi Mudrika, Mudrikaning dadasi İlyas, İlyasning dadasi Muzar, Muzarning dadasi Nizar, Nizarning dadasi Ma'di, Ma'dining dadasi Adnan. Adnan bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning 21 bo'g'isi. Adnan bilan İsmail alayhissalomning oralig'ida qancha bo'g'isi va buningda har xil qarashlar bor. Ba'zilar 9 desa, ba'zilar 7 deydi. Ba'zilar 10 necha deydi. Adnan bilan İsmail alayhissalomning o'ttirisidagi payg'ambarimizning bo'g'larining soni o'ttirisida ixtilof bo'lsa-mu, ammo Adnanningki İsmail alayhissalomning avlod ekanligida hech qanday shak yo'q. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom İsmail alayhissalomning avlodi. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hadisida bu bayon qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning 11 bo'g'isi Fihri tijorat bilan nihoyat ko'p shug'ullangachqa, shundaqla savdoga mahir bo'lgachqa tijorat huquqini bildiradigan Quraysh degan nom bilan mashhur bo'lgan. Shundaqla Fihrining avlodlari bu tijoratni ko'p qilgachqa, shundaqla savdoga mahir bo'lgachqa Qurayshlar deb atalgan. Keyin bularning soni ko'payib bir qabilaga aylangan. Ya'ni Quraysh qabilasi deb atalgan. Quraysh qabilasi Makkaga, ya'ni Kabe'ning atrofini asos qilib Makkaga joylashgan. Ularning soni ko'payib, ularning ichida nurg'unlagan oymoq va jamoalar shakllangan. Bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'lsa Quraysh qabilasidan va Quraysh qabilasi ichidagi Hashim jamoatidan. Hashim bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bo'g'isi Abdulmuttallibning dadasi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning cho'ng bo'g'isi. Hashim savdoga nihoyat mahir bo'lib, o'zi boy savdogar edi. Shundaqla xayr saxovatni nihoyat ko'p qilardi. Kabe'ga haj qilish uchun kelgan hojilarning hammasining yemak-ichmak chiqimini Hashim o'z ustiga olgan. Hojilarga nihoyat ko'p ziyofat berganligi va qo'ylarni suyib, sho'rpiga nanchilab hojilarga taqat qildik uchun
uchun sho'rpig'i non chalg'uvchi degan ma'ni bildiradigan Hashim deb atalgan. Asli Hashimning o'zining ismi Amri. Ammo Hashim degan ism mashhur bo'lib, shu ism bilan tanilgan. Hashim Qurayshlarning qishda Yamanga, yozda Shamga yo'llaydigan tijorat karvonini tunji bo'lib ochgan kishi. Hojilarga yemak-ichmak berish, Ka'baning yupuqini almashtirishga o'xshash, haj va Ka'baga munosabatli bu xizmatlar Arab jahiliyat jamiyatida munoat sharafli xizmat edi. Shunga Quraysh qabilasi ichidagi jamat va aymoqlar hojilarning xizmatlarini o'zaro taqsimlashib olgan. Payg'ambarimizning cho'ng bo'lsa Hashim hojilarga yemak-ichmak berish xizmatini ustiga olgan. Hashim vafot topgandan keyin Hashimning bir tuqqan qarindoshi Mutallib bu xizmatni ustiga olgan. Mutallib vafot topgandan keyin Hashimning cho'ng o'g'li Abdumuttalib, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning cho'ng dadasi bu xizmatni ustiga olgan. Hojilarning va Ka'baning xizmatini ustiga olgan kishilar jamiyatda alohida imtiyozli va sharafli kishilar hisoblanadi. Shunga Quraysh qabilasi ichidagi jamoatlar hojilarning xizmatini talashib, birisi-birisiga qilich ko'tarishib, urushib qolganda tas qoladi. Amaliyotda hojilarning xizmatini qilish nihoyatda jafoli xizmat edi. Masalan, hojilarni suv bilan ta'minlash desimi, Ka'baning atrofida suv yo'q edi. Alloh taolo Hajar onamizga chiqarib bergan Ka'baning to'yidagi Zamzam quduqi yillar burun ko'mdirib o'tilgan. Shuning uchun hojilarni sug'urish uchun Iroqdan suv akilishga to'g'ri keladi. Bu xizmatlar mushundaq jafo mushaqqatlik bo'lsa-mu, Arab jahiliyat jamiyatidagi kishilar buni sharaf deb biladi. Chunki Ka'baning Ibrohim alayhisolamdan qolgan Allohning uyi va ulug' joy ekanligini hammasi biladi. Payg'ambarimizning bo'lsa Abdul Muttalib dadasidan qolgan hojilarga suv va yemak-ichmak berish xizmatini ustiga olgandan keyin bu xizmatni nihoyat sharaf bilib, qancha jafo tortsa-mu fidokorlik bilan qiladi. Bir kuni Abdul Muttalib tushida ko'mdirib o'tilgan Zamzam quduqining o'rni ko'rsatilib va uni qazishga buyruq qilinib tush ko'radi. U bu tushni takror ko'radi. Oxiri u Ka'baning to'yidagi tushida ko'rsatilgan, ya'ni qazmoqchi bo'ladi. Lekin uning bir tuqqanlari buning qarshi chiqadi. Bunda ulug' joyning atrofini ko'lasang bo'lmaydi deb turib oladi. Abdul Muttalib nurg'un tirishchiliklarni ko'rsatib, qarindoshlarini oxiri qoyil qilib, tushida ko'rsatilgan, ya'ni qazishga ularni ma'qul qiladi. Abdul Muttalib Ka'baning to'yidagi tushida ko'rsatilgan, ya'ni qazib bir yerga borgan vaqtida u yerdan Zamzam suvi etilib chiqishga boshlaydi. Buni ko'rgan Qurayshlar nihoyat xushal bo'ladi va Zamzam quduqini teng boshqurmaymiz deb turib oladi. Lekin Abdul Muttalib hojilarga suv va yemaklik berish mening vazifam, men xos ish. Shuning uchun Zamzam quduqining boshqarish huquqi menda bo'ladi deb ularga bermaydi. Tuqqanlari Zamzam quduqining boshqarish huquqini elib olish uchun Abdul Muttalibga har xil aziyatlarni beradi. Abdul Muttalib sabr qilib Allohga duo qiladi va Allohga: "Ey Alloh, agar sen menga meni qo'g'daydigan 10 farzand ato qilsang, shu 10 farzandimning ichidan birisini sening yo'lingda qurbonlik qilaman" deb qasam qiladi. Yillar o'tib Abdul Muttalibning farzandi ko'paydi. O'g'il farzandining soni 10 ga yetgan vaqtida 10 o'g'ilning hammasini tizib qo'yib, o'z vaqtida Alloh qilgan va'dasini aytadi. Farzandlarning hammasi dadasining qasamiga hurmat qildiganligi, chak tashlash orqali chak kimga chiqsa, uningga bo'ysundiganligini bildiradi. Abdul Muttalib 10 o'g'li orasida chak tashlaydi. Chak payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning dadasi Abdullohga chiqadi. Abdul Muttalib Abdullohni qurbonlik qilish uchun Ka'baning yoniga olib keladi. Buni ko'rgan tuqqanlari: "Bunda qilsang bo'lmaydi. Bu ish arablarning orasida odat bo'lib qoladi. Bunda qilmag'in" deydi. Abdul Muttalib o'zining Allohga qasam qilganligini aytadi. Ular buni hal qilishning usuli bor. Sen paloniyaga bir palchi va shuningdan so'rasang, u senga buni hal qilish usulini deb beradi deydi. Abdul Muttalib palchining qashiga borgandan keyin palchi Abdul Muttalibga: "Sen 10 tugi bilan Abdulloh o'tirisida chak tashlagin. Agar chak Abdullohga chiqsa, 10 tugi yana 10 tugi qo'shqin. Agar chak tugi chiqsa, shu tugini o'ltirgin" deydi. Abdul Muttalib palchining degani bo'yicha 10 tugi bilan Abdulloh o'tirisida chak tashlaydi. Tunji qatim chak Abdullohga chiqadi. 10 tugiga yana 10 tugini qo'shadi. Ikkinchi qatimmi yana Abdullohga chiqadi. Yana 10 tugini qo'shadi. Uchinchi qatimmi yana Abdullohga chiqadi. Yana 10 tugi qo'shadi. Mushundaq qilib tugining soni 100 ga yetgan vaqtida chak oxiri tugiga chiqadi. Abdul Muttalib qalbini amin topqizish uchun chakni takror tashlaydi. Chak takror tugiga chiqadi. Shuning bilan Abdul Muttalib 100 tugini qurbonlik qilib faqirlarga tarqatish orqali payg'ambarimizning dadasi Abdullohni saqlab qoladi. Bu sababli payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ibnu Zabihayn qurbonlikning o'g'li deb atalgan. Nima uchun ikki qurbonlikning o'g'li? Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ismoil alayhisalomning o'g'li. Ismoil alayhisalommi Ibrohim alayhisalomning qurbonlik qilishidan saqlanib qolgan. Payg'ambarimizning dadasi Abdullohmi bo'z Abdul Muttalibning qurbonlik qilib o'tishidan saqlanib qolgan. Demak, haqiqatan qurbonlik atalgan kishining avlodi. Payg'ambarimizning bo'z Abdul Muttalib jahiliyat davrida yashagan bo'lsa-mu, o'ziga haroqni harom qilgan va butga ibodat qilmagan kishi. Shuning uchun ba'zi olimlar payg'ambarimizning bo'z Abdul Muttalib haqida uni fitrat ahli, ya'ni jannat yoki do'zaxga kirishni qiyomat kuni Alloh hukm qildigan kishi deb qaraydi. Yana bir qism kishilar Abdul Muttalib haniflar, ya'ni Ibrohim alayhisalomdan qilib qolgan ibodatlarni Allohga shirk qo'shmay qiladigan kishi edi deb qaraydi. Abdul Muttalib 10-o'g'li bo'lgan Abdullohga, ya'ni payg'ambarimizning dadasiga nihoyat amroq edi. Abdulloh Qur'onga yetgan vaqtida dadasi uni Quraysh qabilasi ichidagi eng isil jamoat bo'lgan Zuhra jamoatidan Vahbaning qizi Amina bilan o'ylab qo'ydi. Amina
bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning onasi. Ular to'y qilib uzoq o'tmay Amina koinotning faxri payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga homildor bo'ladi. Amina payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga homildor bo'lib uzun o'tmay arablarda misli ko'rilmagan bir hodisa yuz beradi. Bu hodisa bo'lsa Efiopiya podshohining Yamanda turishliq valisi Abraha kishilarning har yili Makkaga haj qilish uchun berib to'plashganligi va shu orqali u yerni savdo bushiga aylantirganligidan qizg'anib, shuning o'xshash yerdan birini Yamanda qilmoqchi bo'ladi-da, Yamanning poytaxti San'oga noit hashamatlik qilib bir cherkov soldiradi va kishilarni Ka'bani emas, bu cherkovni tavob qilishga chaqiradi. Kishilar uning chaqiriqiga ovoz qo'shmaydi. Abraha noit g'azablanib, Ka'bani tuzlab o'tishni maqsad qilib 60 ming kishilik qo'shin bilan Makkaga qarab yo'lga chiqadi. Qo'shinda 13 pil bo'lib, Abraha o'zi Mahmud ismli noit cho'ng bir pilga minadi. U davrdagi pil bugungi kunimizdagi Bronik va bombardimonchi qismning rolini o'ynaydi. Arablar Abrahaning 60 ming kishilik qo'shin bilan Makkaga qarab manganligini anglab cho'chib ketadi. Chunki arablarning 60 ming kishilik qo'shinga qarshi turuvda kuchi yo'q edi. Makkaning cho'ng kichik qariyash umumiy nüfus soni 10 ming atrofida edi. Ular oxir maslahatlash orqali ular qarshi olmaydiganligini tunib, biz Ka'bani Alloh qo'yayli, o'zimizning bola chaqalarini elib tog'larga chiqib olayli. Chunki Ka'ba Allohning uyi, bizning kuchimiz yetmadi, uni Alloh qo'g'daydi deydi. Abdul Muttallib va Qurayshning bir qancha cho'nglari Makkadan ayrilishdan ilgari haramga berib Ka'baning ishkining halqisiga eslib Allohga yig'lab duo qiladi va Abraha qo'shinni halok qilishni tilaydi. Shunda qilib Makka ahli bola chaqalarini elib Makkaning sirtiga, ya'ni tog'larning ustiga chiqib oladi. Abraha qo'shini Makkaga yaqin joyga kelib tushadi. Bu joyda Abdul Muttallibning 200 tugiz o'tlayotgan bo'lib, Abrahaning qo'shindagi askarlar u tugilarni tutib oladi. Abdul Muttallibga Abrahaning qo'shinlarining tugilarini tutib olganlik xabar yetib keladi. Abdul Muttallib Abrahaning yoniga boradi va Abrahadan tugamni qaytarib ber deydi. Abraha, "Men sening muqaddas joying bo'lgan Ka'bani yiqilib kelsam, sen mendan Ka'bangni so'may, o'zingning tugisini so'g'ilib keldingmi?" deb Abdul Muttallibni masxara qiladi. Abdul Muttallib, "Men tugining egasi, tugidan mas'ul. Ka'baning egasi bor. Uni Alloh qo'g'daydi" deydi. Abdul Muttallib bu gap orqali Abrahaga uning kimga urush ochganligini bildirib qo'yishni maqsad qilgan edi. Lekin Abraha Abdul Muttallibning gapidagi darsni tushunmay, "Meni u o'yning egasi hech nima qilolmaydi" deb ko'ranglaydi. Abdul Muttallib, "Undaqda sen menga tugamni qaytarib ber, Ka'baning ishini Alloh qo'yayli, shu vaqt ko'rayli" deydi. Abraha Abdul Muttallibga tugisini qaytarib beradi. Abraha Ka'bani tuzlab o'tish uchun qo'shinni qo'zg'ab, Mina tog'i bilan Muzdalifa o'rtasidagi Vodil Muhassar degan yerga kelgan vaqtida Abraha mingan Mahmud ismli cho'ng pil yetib oladi. Pilni urib baqidi, neyzini sanjib baqidi, pil qopmaydi. Pilni keyin tarafga tasi o'rnidan turib mangadi, Ka'ba tarafga haydasa yana yetib oladi. Shundoq turgan paytda osmonda bir to'p qushlar paydo bo'ladi. Ular qushni kuzatib turgan vaqtda qush ular tarafga uchib kelib, puti va tumshuq bilan elib kelgan sapal toshlarni ularning ustiga tashlaydi. Osmondan yomg'ir kabi yoqqan sapal toshlar ularni xuddi pichoq titilgandek yarlantiradi. Abraha qo'shinlari patib-paraqchilikda har tarafga qochadi. Abraha o'zini nihoyat ig'ir yaraladi. Shunday qilib Abraha va uning qo'shini amalsiz chekinishga majbur bo'ladi. Abraha Yamanga qaytgandan keyin yarasi ig'irlashib, mushu yarasida o'ladi. Bu hodisa arablar orasida unutulmas mashhur hodisa bo'lib atrofga tarqaladi. Va shundaqla arablar buni tarix qilib qo'llanadi. Ya'ni bir ishlar yuz bersa, fil yildan mancha yil burun, fil yildan mancha yil keyin deb ishlatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga payg'ambarlik vazifasi kelgandan keyin Alloh taolo bu hodisa haqida sura filni nozil qiladi. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil? Sen fil egalarini Robbingning qanday qilganligini ko'rmadingmi? Ularning hiyla mekrlarini, taktikalarini barpot qilmadimi? Va arsala alayhim tayran ababil. Ularga top-top qushlarni avatdi. Tarmihim bi hajaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Qushlar ularning ustiga sapal toshlarni yog'dirib, ularni chaynayotgan samandaq qilibdi deydi. Fil voqeasi ayni davrda Ka'baning saqlanib qolishi orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning keldiganligini ishorat bersa, Fil surasi bizga har davrda Abrahalarning bo'ldiganligi. Ammo Abrahalar qancha kuchli bo'lsa-mu, Alloh taolo ularni chuqur oddiy sabablar orqali vayron halok qildiganligini bizga ishorat qiladi. Bu hodisa yuz bergan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning onasi payg'ambarimizga homildor, dadasi bo'lsa Shamga tijorat uchun chiqib ketgan edi. Abdullah Shamdan Makka qaytish yo'lida Madinaga tushdi. Madinada uningga kasal tegib, shu yerda vafot topdi va Nabigatul Jadi degan yerga dafn qilindi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning onasi Amina yo'ldoshi Abdullahning vafot topganlik xabarini anglab nihoyat qayg'urdi va qasidalarni o'qib faryod chekdi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yo'q dunyoga ko'z etishdan ilgari dadasidan ayriladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dadasi vafot topib 2 oy o'tgandan keyin yo'q dunyoga ko'z ochdi. Bu vaqt milodiya 571-yili 4-oyning
22 günü bulup pil hadisi yüz belgili 50 gün boğan idi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның saq salamet dünyaya göz açqanlığını anlagan boğusu Abdülmuttalib xuşallıqıdan bu xabarni yetkizgen qulni, yani dedekini azat qilib etidi. Ve derhal Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның qışığı berip, onu götürüp Kabe'nin içine ekirdi. Ve onunğa Muhammed degen isimni qoydu. Muhammed degen isim Mekke'de hiç kimi qoyulmagan isim idi. Onun manisi asman ve zeminde medhilengüçi degen ma'nideydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni öz anasından keyin tunji qatim Suaybe isimli bir ayol emitidi. Bu ayol ilgiri Peygamberimizning tag'isi, yani dadasining inisi Hamza ibn Abdülmuttalibni emitgan edi. Yani Hamza ibn Abdülmuttalib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning tag'isi, shundaqla sut qarindishi. Biz tuanda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning dada taraf tag'ilari ve dada taraf hammilari ve ana taraf tag'ilari ve ana taraf hammilari haqida qisqacha to'xtalamiz. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning dada taraf tag'ilari Abu Talib, Abu Lahab, Hamza, Abbas, bular Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga peygamberlik kelgüçe hayat boğan tağıları. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga İslam kilişinin ilgiri vafat boğan tağıları Zübeyir, Abdülkabe, Maqum, Zirar, Qasil, Mughira ve Gıydaq. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның İslam kelgen vaqtda hayat boğan 4 tağılardan ikkisi Müslüman boğan. Yani Abbas ve Hamza. İkkisi Müslüman boğan. Yani Abu Talib ve Abu Lahab. Peygamberimizning dada taraf hammalari bolsa, yani dadasının bir tuqqan kız qarindoshları bolsa, Safiye, Atike, Ervi, Bura ve Amime ve Hakim. Bularning ichida Safiyening Müslüman boğanlığı aniq, ama Atike bilan Urvining Müslüman boğan yoki bo'lmaganligida ixtilof bor. Kuchli ko'z qarashda Ervi Müslüman boğan. Peygamberimizning ona taraf tağıları, yani anasının oğul qarindoshidan faqat birisi var. O bolsa Abdu Yag'uz. Ana taraf hammalari bolsa, yani Peygamberimizning anası Amine'nin kız qarindoshlari Fatima binti Amri ve Peri'a binti Vahb. Peygamberimiz devrideki Araplarda balı şehirde çoğun olsa hurun çidamsız çoğun olup kalıdı. Teli basaatlik çıkmaydı. Ve şundakla Mekke'nin havası ısık boğaçqa sağlam çoğun olmaydı deb balını küçük vaqtida sahradaki süt anısıga pul berip imitadigan adet var idi. Peygamberimizin boğusu Abdülmuttalib bu adet boyunca Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a süt anısı izleydi. Her taraftan kelgen süt anısı Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның dadısı yok, yetim ikkenligini bilip onu imitishten kaçıdı. Çünkü dadısı var bay kişilerin balasını imitse şunca köp pulga erişetti. Ahire Beni Sa'd cemaatidan bir ayal imitadigan balı tapanmay turmuş qiyinchilik tufayli amalsız Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni imitishga oladi. Bu ayolning ismi Halima bo'lib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Halimaning yanında 2 yıl turdi. Bu 2 yıl jarayonida Halimaning oilasiga o'ylab bakmagan derecede bereket yağdı. Qo'ylari ko'paydi. Halima ve onun yoldaşı bu vaqt bizga bereketlik bo'ldi deb qaraydi. 2 yıl to'shqandan keyin Halima Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni sütün ayırıp anası Amine'nin qishig'iga elib keladi. Lekin Amine'ga yalvarib bu bereketlik bu vaqtni bizning qishimiz yana bir muddat qo'ysingiz deb turib oladi. Bu vaqtda Mekke'de vabo tarqag'achqa bu gap Amine'ga qo'shib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni yana Halimaga qo'shib qo'ydi. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 5 yoshga kirguncha Halimaning yanında qolib qoladi. 5 yoshga kirgan vaqtida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamda ajoyib bir hodisa yuz beradi. Bu hodisaning qanday hodisa ekanligiga qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim.